albatta %100 SEO optimizatsiya qilmasangiz, bu saytingizni o'chirib qo'ying, kerak emas. Ishlab chiqaruvchilar oldin ham veb-saytlar ochishgan, lekin u yerda katalog singari bo'lgan. Nima ishlab chiqarayotganligini qo'yib qo'yishgan xolos. Lekin siz aytayotgan narsa bu oxirgi mijozni o'rganish va oxirgi mijozga yetib borish degani. O'z fikringizda bildirib ketsangiz, iltimos. O'zi qarang, sayt qilish deganda ko'pchilik sayt vizitka qiladida. O'zini kataloglarini, o'zini butun servislarini, xizmatlarini qo'yishadi. Lekin aslida noto'g'ri bu. Deylik, kiyim ishlab chiqaruvchi bo'lsa, faqatgina eksportga kiyim tikadigan bo'lsa, u saytdan tashqari lending qilish kerak. Lending bu siz mijozni topdingiz, lead keldi. Endi u mijozni ushlab qolish bor. Shu instrumentlar borda. Bundan tashqari saytni qilishadi-da, bu shu bilan u sayt ichidagi ma'lumotlar bir 10 yil yotadi. Saytni qilish butun saytni ishlab chiqarib ishlatishda bir 10% tashkil etsa kerak. Qolgani ichidagi so'zlar to'g'ri yozilganligi, mijoz qidiradigan, ishlatadigan so'zlar to'g'ri yozilganligi va SEO optimizatsiya deymiz. Mana siz Google'da qidiradigan bo'lsangiz, bitta so'zni qidirsiz, birinchi bo'lani biz masalan O'zbekistonda OLX birinchi bo'lib chiqib oladi. Nimaga? Ular shunaqa zo'r optimizatsiya qilishganki, nima xohlasang bizda bor deganda. Korxonalar ham shunga o'tishlari kerak. Sayt qildirib turganda albatta va albatta SEO optimizatsiya qilish kerak degan bir tushunchalari bo'lishi kerak. Undan tashqari kontekstli reklama bor. Ya'ni siz Google Yandexga kirsiz, yonida reklamalar chiqadi. U ham pulli turadi-da. Bizning korxonada bilasiz 5 ming, 15 ming, 20 ming dollarlargacha ko'rgazmalarga sarflashadi-da. $1000 kontekstli reklama kelganda sarflashmaydi. U shu darajada ko'p lead olib kelib berishi mumkinki, tasavvur ham qilamizda. Shuning uchun qisqacha aytib o'tganda, saytni qilib turganda sayt kerakmi, lending kerak. Albatta bu narsani tushunib olish kerak. Ikkinchisi, sayt qilgandan keyin albatta %100 SEO optimizatsiya qilmasangiz, bu saytingizni o'chirib qo'ying, kerak emas.